Hammaga ham ishonavermaslik kerak. Firibgarlardan ehtiyot bo'linglar do'stlar. Mana aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayoni ketyapti hozir. Mana shunaqangi holatda ko'pchilik xato qilyapti-da, noto'g'ri ish qilyapti. Ko'proq endi bular yoshi katta onaxon, otaxonlar qilyapti. Elektronniy o'tish kerak-ku. Shunaqangi paytda ma deb ID kartasini yoki pasportini beryapti kimgadir, o'sha mahallaga tetidami yoki bir qanaqadir tushunadigan deb o'ylagan odamgami. Mana shuni o'tkazib ber deyapti, haligilar o'tkazib turib, endi uni boshqa maqsadlarda ham foydalanaveryapti. Shunaqangi paytda mana уже bizga murojaatlar boshlandi, aldandim, shunaqa qilib menga bu narsani rasmiylashtiryapti deyishyapti. Mana shu videoni shu otaxon, onaxonlarga ko'rsatish kerak. ID kartasini, pasportini, hujjatlarini qisqasi begona odamlarga beravermasin. Tanishi bo'lsa ham hattoki. Bir yaqinroq tanishi bo'lsa ham. O'zini yaqin qarindoshlari, shu farzandlari, nevaralari shularga berish kerak, ularga ham ishonchliligiga albatta. Mana uni o'tib ber, mana shu narsa ketyapti ekan deb turib, o'zi tushunmaydi, endi elektronniy o'tishdi, o'zini yaqin qarindoshlariga ishongan, yaqin qarindoshlariga berish kerak. Hammaga ham ishonavermaslik kerak.